Shunday ekan azizlar, biz farzandlarimizni bugungi kun talabiga muvofiq tarzda zamon talablariga muvofiq farzandni tarbiya qilishimiz kerak. Bugun zamon nimani talab qilyapti? Aytinglar, bugun zamon nimani talab qilyapti? 21-asr ilmni talab qilyapti. Bundan keyin ilmli odam boy bo'ladi. Bundan keyin ilmli mamlakat qudratli bo'ladi. Ilmli xalqning so'zi baland bo'ladi. Ilm cho'kkan, ilm oqsagan mamlakat tanazzulga yuz tutadi. Bilamiz, O'zbekiston azizlar, geografik jihatdan juda noqulay o'rinda joylashgan. Mamlakatni iqtisodiy taraqqiyotiga dengiz transporti juda ham muhim rol o'ynaydi. Logistikada, mollarni ayirboshlashda mana shu jihatdan bizda juda noqulay holat. Ikkita davlat orqali biz okeanga chiqamiz. Lekin shunday bo'lsa-da, biz aqlan, mehnatimiz bilan, salohiyatimiz bilan, halollik va pokligimiz bilan yurtini yaxshi ko'radigan yoshlarni tarbiya qilib, ilmli yoshlar bilan bu vaziyatdan chiqib ketamiz. Hamma narsaning iloji bor. Ilm bugun boylik bo'lyapti. Ilm bugun qudrat, hurmat, izzat, sharaf bo'lyapti. Shunday ekan bugungi kunning talabi ilm bo'lyapti azizlar. Bolalarimizni o'qitaylik. Butun borlig'ingiz bilan harakat qiling. Farzandlarimizni kelgusida yurtiga, xalqiga kerakli inson bo'lishiga ota-ona harakat qilish kerak.